Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'pchilik so'rashadi, YouTube'da oyiga qancha daromad qilsa bo'ladi deb. Mana ko'rib turganingizdek, mana hozir o'zimni monetizatsiyaga kirganman. Ya'ni bu yerda yozilgan расчетный доход oyiga, bu yerda 28 kunda qancha pul bergani yozilgan. Ko'rib turganingizdek, har kuniga har xil narx to'lagan. 28 kunda расчетный доход to'g'risida $1 turibdi. Ko'rib turganingizdek, 28 kun mobaynida $1 pul ishlagan. Mana realni o'zimni tvorskiy studiyamga kirib aytyapman. Mana pastga kiray, mana ko'rib turganingizdek, hamma videolarim pul ishlagan. 1 oy mobaynida qo'ygan videolarimni barchasi pul ishlagan. Ko'rib turganingizdek, YouTube oyiga pul to'laydi, realni pul to'laydi. Ko'rib turganingizdek, ana endi sizlarning fikrlaringiz qiziq. $1 sizningcha qanday natija? Realni men shaxsan o'zimning fikrim, men uchun juda bu zo'r, a'lo natija. Sizlardachi? Iltimos fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizda ham YouTube kanal bo'lsa, siz oyiga qancha daromad qilasiz, shuni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Realni mana ko'rsatib batafsil ma'lumotni aytdim. Mana bu 1 oylik ishlagan pulim $1.